Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni faqatgina bizning kanaldan topishingiz mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 22-martda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 23-martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 22-23-martda 22-27 daraja, 24-martda 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 22-23-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 24-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 22-23-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 24-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 22-23-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 24-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 24-martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin.